Ayollarimizga ham aytaylik, farzand tarbiya qilib bergin. Yaxshi tarbiya qilgin, chunki 70% ma'lumotni sendan olar ekan. Tasavvur qil, sendan nimani olyapti men farzandim? Nimani olyapti? Telefon o'ynashni olyaptimi faqat? Televizorda serial ko'rishni olyaptimi faqat? 5 talab serial ko'ryapsan, shuni oladimi men farzandim? Ertaga shu farzandim sen orqandan 70% ma'lumotini olib senga o'xshaydimi? Qizimiz senga o'xshaydimi? Ayrimlarni qarang, onasi bilan qizi yuradi, qiziga faqatgina shu dunyodagi orzu, havas, hamma narsani o'rgatadi. O'ynab, kul, yur, maza qil, ertaga idish tovoqqa rahbar bo'lib qolasan, yuraverasan keyin. Shu ham tarbiya menda, akalar. Shu tarbiyami? Onalarimiz qanaqa tarbiya berishdi? Buvilar qanaqa tarbiya berishdi? Hozir qanaqa tarbiya beryapti? Mana telefon eng so'nggi markasi. Bu mana kiyim, mana garderobingga hammasini tiqib tashlagan. Hammasi sen uchun. Birovdan seni kam bo'lishini xohlamayman. Qiyomat kuni kam bo'lib qolsa-chi birovdan. Unda nima qilasan, birodar? Boshqalarning bolasi kulib, ota-onasini qo'lidan ushlab jannatga kirib ketsa-da, bu bolang o'tirsa kam bo'lib jahannamga hukm qilindim. Endi javob berasan, dada desa nima bo'ladi o'sha kuni? Sen bu dunyoda kam qilmading, lekin mana bu dunyoda kam qilib qo'yibsan-ku mana. 60 yil o'tib ketibdi, lekin mana bu abadiy hayotni bir og'iz aytmabsiz-ku menga desa nima bo'ladi? Bir og'iz Allohni tanishtirib qo'ymabsiz-ku. Ilm yo'lini ko'rsatib qo'ymabsiz-ku. Hunar yo'lini ko'rsatib qo'ymabsiz. Halol, harom o'rgatmabsiz. Endi nima bo'ladi bu yog'i? Yuring, javob berasiz. Chunki Alloh Qur'onda aytgan ekan: "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum naro." O'zingizni, ahli oilangiz, farzandingiz jahannamdan saqlang degan ekan Alloh. Sizga buyurgan ekan, dadajonim, endi yuring javob berasiz desa nima qilamiz akalar? Lekin juda kam inson ishlar ekanda. Juda kam inson, mayli. Lekin Alloh azza va jalla soqit qilyapti yer yuziga oyatlarni.